haramga tushsam, yoshi keksagina otaxon qo'llarida bir zamzam suvni quyib olib yig'lab o'tiribdilar. Men nima bo'ldi otaxon, nega yig'layapsiz desam, bir ish bo'ldi-da dedi. Nima ish dedim. Kampirim bir necha kundan beri betob haramga tushmaydi, mehmonxonada yotibdi. Hozir men o'zim tushib, shu yerda zamzam ichyatib, o'ylanib qoldim. Shu bir idish olmagan ekanman-da, kampirimga olib chiqardim, shu zamzam tozasidan ichsa yaxshi bo'lardi. Ya Alloh, shu bir idish bo'lsa edi deb duo qilib tursam, bir qora habash odam o'tib ketayotgan ekan, shunda qo'limga berib o'tib ketdi dedi. Shu o'zidan o'zi kelib shuni qo'limga berib o'tib ketdi dedi. Duo qilishimga. Hozir shu suvni olib yig'lab o'tirgan ekan. Men aytdimki, "Ha, Alloh so'raganingiz beradi-da. Shunga yig'layapsizmi?" desam, "Yo'q, bolam, men bunga yig'lamayapman. Duo qabul bo'ladigan nuqtasida to'g'ri turgan ekanman-u, so'ragan narsami qarang, shunga yig'layapman."